Assalomu alaykum akalar, ukalar. Bugun 15-aprel. Biz Qo'qon mashina bozoridamiz. Labula qatora keldik. Qo'ldan kelganicha obzorda o'tkazib beraman. O'tgan safar to'g'risi ko'p video chiqara olmay qoldim. Uzr so'rayman. Bu safar xudo xolasa kamida 20-25 minutlik video qilamiz. Qo'ldan kelgancha like bilan podpiskani bosib, labo oluvchilar akalarga jo'natib o'rtalar. Biz syomkamizni boshladik. Podpiska yaxtashiga umidman. Podpiska bo'lsalaring o'rtoqlar, sizlarga xabar keladi. Bemalol kirib, obuna bo'lib qo'yarsizlar. 2008-yil ishlab chiqarilgan Damas Labo. Nech puldan tushib berasiz? 4300 dan tushib berasiz, ha? Generali chiqadimi? Generali chiqar ekan. Holatlari yaxshi, qoplamalari, barlari, urish yo'llari ham yo'q. Men jigar punti ham bormi? Mos qanaqa ekan mos? Yaxshi. Metan surug 32 gacha. Holatlari yaxshi turibdi ekan, ha? General qilib beraman deyapsiz. Nasiya bormi, nasiya? Nasiya yo'qmi? Biror oylarga olsa ham qilsa yo'qmi? Aka. Nomerda 88lik 960 2004. Shu raqamlarga aloqaga chiqib, akamizga telefon qilaverasiz o'rtoqlar. Bu mashinamiz yillari nechi? 2012-yil ishlab chiqarilgan Damas Labo samosval qilingan. Buni ko'tarish hajmi akalar 1,5 tonnani ko'taradi deyapti mana shu holatda. Rambalar sun'iy bo'lgan, balon holatlari yaxshi, metallari, suroglari zo'r. 4500 dollarga bermayapsiz? Qo'shilsa berib yuborasiz aka. Akamizda shunaqa xizmatlar borki, misol Damasni olib borsalaring, misol 2600 gami, 1600 ga olib turib, Damas olib borsalaring xuddi shuni qilib berishadi. Keyin narxni ham bitta hisoblab olasizlar, qancha foyda qilyapti turganlaringni. Mana ochiq o'yin realniy bo'lyapti-da. Bitta Damasni olib borasizlarda, shuni Damasni xushno holatga keltirgandan keyin akamizga bitta hisob-kitob qildirasizlar. Kamida sizlarga xullas 3000 ga boraman aka o'shanda. Misol 2008 da Damas oladigan bo'lsa, misol 1,5 mingga olib, 4000 ga tushadi. Ha, unga 3000 ga tushadi. O'shanda Laboni hisobi sizlarga 3000 dollarga tushadi. Shunaqa xizmatlarim bor. Agar Laboni o'zini olib boradigan bo'lsa, shunaqa qilish uchun 1000 dollar ketadi aka. Ammo yo'lda qilib berasiz. 1000 dollar bo'lsa, kelishtirib berasiz. To'g'ri? Mana mashinaning holatini ko'ringlar, do'stlar. Balonning holatlari yaxshi, polik chixollari bo'lgan. Kommentariy fikrlaringni qoldirib ketinglarchi, 4000larga, 4500larga shunaqa olgan yaxshimi yoki Damasni Laboni o'zini olgan yaxshimi? Biz samasval o'rtoqlar. Akani nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerini ayting aka. 91lik 153 1045 153 1045 1045 raqamlariga telefon qilaverasizlar. 6950 dollarga 41000 yurgan kraska toza 24. 25 hammi kuzib 24 ga 25 kuzib 6950 dollarga baraka bo'ldi. Mana shakamiz oldi mana aka. Aka qulluq bo'lsin. Yaxshi kunlarga mening. Hammaga nasib qilaversin. Do'stlar, Premiy dehqondan. Dehqonchilik ekan, 2023-yil ishlab chiqarilgan kraskasi toza 82000 yurgan. Bugun nech pulga bermayapsiz aka? 6300 dollarga qildi, berishmabdi, qo'shilsa beriladi. Bu tentga ruxsat bormi? Dokumentalda? Tenti ham bor. Tentini ham qilib berasiz aka. Qayerda mashinasi? Uchko'prik mashinasi. Mos motorlari yaxshi. Gap yo'q. Bal mashinamizda ulnish balolar qo'yilgan, charam o'sha qimmatidan. Akamiz aytayaptiki, mana shu tentlari bor deyapti, o'shani ham qo'shib beraman deyapti. Generali nima bo'ladi aka? Generali beriladi bir martaga. Bir martaga generali beriladi, ha? Ramalarning holatlari yaxshi. Motorlar moy yemaymi aka? Motorlar moy yemaydi. Kraskasi toza. Petnosi ham yo'qmi? Kimga ma'qul kelsa, dehqon akamizga aloqaga chiqaverasizlar, narxini kelishtirib berasiz. 5000 pul borgan nima deymiz aka? 5000. Yo'q, misol 5000 beradi, qolganini biror oylarga. To'g'risi bizga naq bo'lsa yaxshi. Faqat naqqa sotasizmi? Mashinaga barter bo'lsa, agar bunday mashina. Qanday mashina? Qanday mashina olasiz? Hozir Cobalt'ni olasiz 2000. Cobalt'da bo'lsa, misol dehqondan, siz dehqonsiz-a, kuchli generallar qilib beraman deyapsiz. Misol Cobalt mashina barter qilaverasiz. Nomer deydi. 90lik 584 29 29. Raqamlariga telefon qilaverasiz o'rtoqlar. Do'stlar, 2023da akamiz aytishi bo'yicha 5500 dollarga beraman deyapti. Bunaqasi menimcha Farg'onada yo'q bo'lsa kerak. Topsalaring ham kommentariyada yozib yuboringlar. 2023 qancha yurgan aka? 60 ming yurgan. Aka, mos qanaqa? Ertaga uyalib qolmayman, obunachilar yonida. Endi gapiryapman, javob berishim kerak. Kim xohlasa akalar 5500 dollarga 23 olib ketinglar mana. Birata aybi bo'lsa menda kommentariyaga yozaverasizlar. Bitta pinnos bor aka. Generali bilan uchirga.
Do'stlar, mana biz realniy narxda olyapmiz. Kimga ma'qul kelsa, 5500 dollarga o'rtoqlar olib ketib mana shu mashinani. Balonlari, holatlari yaxshi turibdi mana. Bu akamiz taniganim uchun aytyapman, tanimaganimni gapirmasdim. Обязательно polik chexollari, metallari bor ekan. Ya'ni bakankasini yana Ko'rdim aka kraskasini ham. Metta bor ekan kraskasi. Ichiga o'tmagan ekan. Chunki zigzagda bemalol ko'rishlari mumkin, ichiga o'tmagan ekan. 5500 dollarga. Aka 5500 dan tushib bermaysizmi? Generalniga tushib berasizmi? Hozir olib ketishadi. yanini qilib beraman shu aytib. Gap yo'q. 5400 dollarga Hojiboy 23 nima deyapti? To'g'ri. Labo bilasizlar, Damas'dan qimmatroq yuradi, sababi doktor yaxshi. Necha xizmat qiladi bu? Aka nomeringizni ayting. 90lik 855 855 75 75 99. 99. Yana bitta yaxshilik qiling aka. 4000 berishadi. Qolgani biror oyda beradi. Bir oy nasiyaga kirmaydi. Bo'laram aka. Ana akalar olib ketinglar mana. 2004 ga 24, ya'ni kuzubi 24 o'rtoqlar. Sababi zamin kuzub deyiladi. Zato 24. Zamin kuzubligini bilmaydi ko'pchilik. Tez pasib ko'rmaguncha. 24 minyapman deb xursand bo'lib yuraverasizlar. 26 mi? Ana bo'lmasa. Hoji aka bu haqida ma'lumot berib o'ring, men yaxshi bilmayman. Oldindan uzr so'rayman do'stlar, sababi harflarimni yaxshi chiqara olmayapman. Sababi kecha tishimni oldirdim. Hozir to'shni gapira olmayapman. Kamchilik bo'lsa uzr so'rayman. Ayting aka. 2026 kuzov 2004-yilda emas, yangi ramli kuzov qo'yilgan bunga. Aka nech pul qilib beramiz, nech pulga bermadingiz? Hozir 4 ga bermadim. 4,5 ga berib yuboraman. 4,8 Mos qarabga motorlar-chi? Zakoni moslama jicha bor. Nasiya qilib berasizmi? Nima qilib? 1-2 oyga nima qilaveradi? Neragacha aka, neraga? 2007 Damas labo qilingan. 4,5. 4,5 qilib berasiz. Gap yo'q. Nomeringizni oldimi? 91lik 153 57 37. Bu mashinaning yili oxirgi yilda ekan, 26 ga 2004 kuzub ekan mana o'rtoqlar mana. Yangi mashina kuzub shunday bosilganda kraskasi toza ekan. Kimga ma'qul kelsa, olib ketaverasizlar. Mana holatlari, balonning holatlari ham yaxshi turibdi. Bu 2007 mi? Mana o'rtoqlar. Telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqarasizlar. Yurgani qancha buni? Buniki qancha? 5000 dan oshgan. 5000 dan oshgan. 500 mingdan. 5600 dollarga sotildi. 21. Kichik pitnos bor xolos. Mana. Ashi mashina sotildi do'stlar. 172 ming yurgan. Hoji aka nasib qilsin akalar, yaxshi kunlarga mininglar. 2014-yil ishlab chiqarilgan koreyskiy 170 ming yurgan kraska toza, dehqonchilik. Generalni qilib berasizmi? Yurgani halol. Zavodskiy propan bo'ladi ular. Kimga koreys kerak bo'lsa telefon qilinglar. Bugun nech pul so'radi bozor bugun bozorda? 6000 dollarga berilmadi, kraskasi toza deyapsa, yurgani 170 ming halol yurgan. Do'stlar, kimga koreys kerak bo'lsa, akamizga telefon qilinglar. Dehqon akamiz qayerdansiz? Bag'dod qayerdan? Qo'shti Germandan. Bag'dodda davomli yaxshi. Arzon qilib berasizmi hoji aka obunachilarimga? Kelishtiramiz. Shuni olib ketishadi naq pulga. Kelishtiramiz. Aka, Moz karabka motor so'ramasak bo'lmaydi. Yaxshi. Moz karabka motorlar joyida deyapti. Dugani zo'ri qo'yilgan ekan. Kamaskiy bursa ham labolancha silj uradi xolos. Sizlarga ruxsatlar bormi tentki? Bor. Gap yo'q. Nomeringizni ayting aka. 94lik 679 70-72 raqamlariga aloqaga chiqib, koreyskiy labo ishqibozlariga Telegramdan birinisidan bitta jo'natib qo'ysa o'rtoqlar. 2007-yil ishlab chiqarilgan Donfin Xitoy labo. Kraskasi qanaqa aka? Kraska bo'lgan aka. Xullas aka nech pul so'radi bugun bozorimiz? 2500 dollar so'radi. Ko'tarishi jo'n labodan ko'proq ko'taradi. Ramala sulina bo'lgan, tunti yumshoq bo'lgan, kalpaylar cho'tkisi qo'yilgan. Aka nima yuradi mashinamiz? Gaz benzin yuradi. Aka 2,5 ga bermaysiz, nech pulga berasiz? Qancha qo'shsa berasiz? Mana mashinamizda polik chexol ko'rinlari, holatlari zo'r turibdi o'rtoqlar mana. Hoji aka, buni sal kelishtirib bering. Mana shuni olib ketsin, mazza qilmaysiz aka. Nima deysiz? Kelishtiramiz. 2,5 ga bermaysiz, nech pulga beramiz? 3 ga beramiz. Ya 3 ga demang, sal kelishtirib bering aka. Generalni qilib berasiz, nomer deb. 94lik. Shvetsiyadagi 940 6140. 2500 ga bermagan mashinani akamiz aytish bo'yicha qo'shing ukam beraman deyapti. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar o'rtoqlar. 2,5 mingga jo'n labon olgan yaxshimi? 2006 ni yoki shuni bosib o'rgan yaxshimi? Fikrlaringizni qoldiringlar, sababi labo mutaxassislari biladi buni. Nomerni qoldirdim, aloqaga chiqarasizlar.
2024-yil ishlab chiqarilgan 72 ming yurgan kraska toza, tintli variantlardan 24 toza o'rtoqlar. 7200 dollardan narxini tushib beraman deyapti. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaveradi. Nasiya ham qilamizmi aka? 5000 puli borgachi. Bermaysin. Biror oilaga bering aka, shunday qilib bering. 97 ming yurgan ekan aka. Mostar krapkalar. Bugun necha pul so'rashyapti aka buni? 66-67 qilyapti. Qo'shilsa beraverasiz aka. Sal yo'lda qilib bering, obunachlarga aka. Qarang 5000 beradi eshitdik. Biror oilaga sezongacha aka. Iloji 15-20 kundan pishadi-yu. 15 kunga beramiz. Aka. 5000 puli bo'lsa. 91 152 9007. Yosh katta aka, bu akamiz iltimos faqat oluvchilar telefon qilsin, generallik qilib berasiz aka. 2024-yil ishlab chiqarilgan 38 ming yurgan kraskasi toza, generali bo'ladi. Tutta baloni yangi turibdi mana o'rtoqlar. Nima deysizlar? Charmlardan ham qo'yilgan. Xullas mashina tayyor. Olib turib rasxod qilmaysizlar bu mashinaga. Kimga ma'qul kelsa, realniy narxi necha pul? Realnisi 7 mingga beraman. Dokumentlar ichida, generali ichida. Yo'q. Ha? Toza qilib beraman. 7 ming dollarga 38 ming yurgan. Nimaga probegini aytyapman bilasizlarmi? 100 ming probeg boshqa narx bo'ladi. 60 ming yurgan boshqa narx bo'ladi. Sababi buni 80 ming qilib olguncha kamida 1 yil o'rasa o'rtoqlar. Shuni ham bitta hisob kitobini qilib, bozorda adashmasdan olasizlar. Yana qaysi bor mashinasi? Mana 26 2026-yil ishlab chiqarilgan. Bu yangi Maslam aka bu. Qancha yurgan? 3 ming yurdi. 3 ming yurgan. Gazlab qo'yilgan. Hamma yo'q tayyor. Psixol hamma yo'q tayyor. Nech pul narxi buni? Buni 7400 dan o'tib beramiz. 7400 dan o'tib berasiz. Nech pul so'radi bugun bozor? 7 mingga qilyapmiz. 7 ming qilyapti, berilmayapti. 100 ga bo'lsa beramiz. Bu ham gen chiqadimi aka? Qolagan narsani Bilaman 25-30lar. Nimaga 25-30lar bitta ko'payib ketyapti? Sababi erta arzonligi uchun akamiz ham jicha foydalanishadi, bosaveradi. Ikkalasiga 5000 pul bori chiqsinmi nasiyaga biror oylarga, 2 oyga? 2 oyga 1 oygacha. Ammo gilos sezongacha gap yo'q. Bu mashinamizda hamma yo'g'i tayyor ekan. Akamiz aytishi bo'yicha ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Plus yana qaysi bor? Isuzu'si. Mini. Obunachilarga lekin zo'r narxda qilib bering aka, og'rinishmasin. Dugalar ham qo'yilgan. Yillari 24 mi? 19 mingga yurgan. 19 ming yurgan bu. Bu vobshe kam yuribdi. Bu narxi necha pul ekan? 8200 so'rab turibmiz, kelishtiramiz. Ancha go'zali bu. 8200 endi munosib borligi uchunmi? Ha? Tenti borligi uchun. Bo'ldi. Shu tempi 10 ming dollardan. Sizda 3 ta bor ekan. Nomerda qoldiramiz aka. 90lik 90lik 586 586 7328 7328 raqamlariga telefon qilib, akamizda shunaqa xizmatlar borki, labo oldi sotish bilan shug'ullanishadi. Labo sotmoqchi bo'lsalaring telefon qilinglar, bozor narxida sotib olasiz aka. Gap yo'q. 2017-yil ishlab chiqarilgan. Afsuski generalli bo'lmaydi, faqat o'tkazib olish sharti bilan 4500 ga berishmayapti akamiz. Kraskasi qanaqa aka? Ozmoz bor, Ajbutsayda. 2017 ni 4.5 ga bermayapti. Zato Damas Labubas, Zavodskoy laboratoriya. To'rtta baloni yangi. Faqat o'tkazib olish sharti bilan akamiz aytishi bo'yicha aka o'tkazib oladigan bo'lsa, o'rtada qilay desam, unga ham ko'naveraman deyapti. Pul zarar sotib olishim kerak deyapti. Mana men. Mashakamiz qiladi endi bu ruchkada bo'lib turadi. Hozirsimda balonlar обязательно yangi. Aka metan benzinda yuradi? Ha, benzin metan yuradi. Mos karavka motorlarchi? Zo'r. Bilaman bu 17larda 400 ming bo'lsa ham chiqmaydi most ovozi. Juda kam chiqadi. Labonni rasbradaj qilardi, kelaverasizlar. Aka bu dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchi mashinasi. 307 ming yurgan, poli chexol barlari, xullas hamma yo'g'i bor. Telefon qilinglar o'rtoqlar. Nima deysizlar? 4500 dollarga qilibdi, qo'shilsa beraman deyapti. Oddiy 12-13larda ham bor, bozorda ko'ryapman. 4200 ga, 4000 olib chiqib ketishyapti. Bu zavodskoy bo'lsa o'rtoqlar. Plus kraskasida qayta to'shni ayting aka obunachilar. Bu joyda oldida ozmoz bor. Bo'ldi. Nomerni ayting. 94 810 7725 24 soat. Gap yo'q. Bosinglar. Akamiz yaxshi inson ekan. Telefon qilib qolgan ma'lumotni olasizlar. 2018da 4600 dollarga olib ketinglar o'rtoqlar. Bunaqasi faqat Qo'qon mashina bozorida bo'ladi. Asha butkani o'zi bilasanmi nech pul turadi? Nech pul turadi? Baqaking. Baqaking. Butkani o'zi nech pul turadi? 500 da. 500 dollar turyapti. Nimaga siz bozor sindirib o'ryapsiz aka? Qolganlar nima qiladi? Tirishlik qilolmaydimi endi? 2018da 4600 ga berib o'raman deyapsiz hozir. Tenti ham 500 dollar turadi deyapsiz. Nima aybi bor mashinani? Aybi yo'q. Aybi yo'q. Moz karabka emas u. Dokument qana bo'ladi? Dokument shu o'zimda keyin. O'rtoqlar xohlagan bozorda ko'ringlarda. Bitta bu mashinani tarifini aytib beraman sizlarga hozir. Xullas Moskva motor joyida generallik qilib berasiz. Yo'q, keyin. Faqat o'tkazib olish sharti bilan. Gendan. Bugun necha pul so'rashdi bozor?
44 qildi. 44 qildi. 44 ga bermayapsiz. Qo'shilsa beraveradi. Do'stlar, bitta Petnos bor ekan, neri tarafdan aka? To'rtta yumshoq bo'lon. 2018-yil ishlab chiqarilgan, holatlari yaxshi. Ataga 210 ming yurgan mashinani sandiqchalariga ham bor ekan. Malades. 4600 bo'lsa olib ketinglar. 4600 dollarga. Faqat o'tkazib olish sharti bilan. O'tkazib olish sharti bilan. Mana ishlari. Tayyor biznes bu ham nimaga aka? Konditsioner qo'yganlardan keyin bemalol ish qilsalang bo'laveradi. Tentlarga ruxsat bor-a? Tentlarda xullas hech bo'lmagan muammo yo'q aka, xudo xolasa. Telefon qilishadi, obunachilarga zo'r narx taqib berasiz. 44 ga berishmadi. Endi telefon qilyapsiz, sizga 44 qilishyapmasin. Qo'shilsa berasiz. Nomerdagi 90lik 307 0019. shu raqamlarga aloqaga chiqib telefon qilishaversin. Qayerdansiz? Bo'ydidan. Bo'ydan mashinasi aka. Gap yo'q. Biz laboni tugatdik. Xudo xolasa inshaalloh endi Damas'ga o'tamiz. Keyin Cobalt Nexus Gentra'larni ham chiqarib beraman. Qo'ldan kelganicha like bilan podpiskani bosib turasizlar. Qo'llab-quvvatlab tursalaring, o'rtoqlar. Sizlar aytgan mashinalarni hammasini to'liq video qilib beraman. Assalomu alaykum akalar, ukalar. Bugun kunimizga 11-aprel sanasida biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Mehnatobod qishlog'idamiz. Do'stlar, premiy dehqonchilik ekan. Akamiz surish sotadigan bo'lib qopti. Mersni pul zaril deyapti. Narxini kelishtirib beradi. Mashinada hech qanaqa ishi yo'q. Yillari 1991-yil ishlab chiqarilgan, 3 tonna ko'taradi, holatlari yaxshi, motorlar moy yemaydi, karobkalari joyida. Keyin bu o'ylashlaring mumkin, yasalgan emas, yo'q, bu zavodskiy o'rtoqlar. Zavodskiy shunaqa bo'lgan, hech qanaqa yasalmagan. Holatlarini ko'ryapsizlar. Kimga ma'qul kelsa, narxini kelishtirib beraman, ukam deyapti. O'zlaring kelishaverasizlar. Mana ramalar holatlarini ko'ringlar. Balon holatlari mana. Hech qanaqa ulangan joylar yo'q aka. Ulangan joylar yo'q mana. 3 tonna ko'taradi. Taxminan bunaqasiga bir 4 metrcha chiqib qolsa kerak. 3 tonnani ko'taraveradi deyapti. Ish yo'q, karabkalari yangi qo'yilgan. Most ovoz yo'q-a? Most ham ovoz yo'q ekan. Taylarni ham ko'ryapsizlar o'rtoqlar mana. Mana. Baloni 2 ta ekan, 100 talikmi bu? 45 dan 90 ta. Oldin ochib yuboringchi. Mana o'rtoqlar, o'lik chexollari hamma yo'q bo'lgan, hamma joylar ishlaydi. Mashinada ish yo'q ekan, xolasi. Tayyor qilib biznes qilsa, generalni ham qilib beraman deyapti, 3 yilga. 3 yilga generalni qilib beraman deyapti. Mana holatlari. Do'stlar. Stroshi sotiladigan bo'lib qoldi. Pastda nomerni qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Kelishaverasizlar o'zlaring. Narxini 5500 dollardan tushib berasa? 5500 dollardan ozgina tushib beraman deyapti. Buni 4000 ga ham, 4500 ga ham bor, lekin bunaqasi emas. Zavodskoy bor. Zavodskoy bo'lsa, yasalgani bor. Bu zavodskoy ekan o'rtoqlar. Shuni ham bitta hisobini qilib qo'yasizlar. O'zdan kelishaverasizlar. Hammalarga omad tilaymiz. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun 10-aprel sanasida biz Farg'ona viloyati Rishton tumani yana o'sha trendga chiqqan Cheknasardinamiz. Dehqon akamiz bitta olib kelib qoldi, benzinda yurar ekan. Yillari 2023-yil ishlab chiqarilgan, ataga 15 ming yurgan. Benzinda yuradi. Motorlarda hech qanaqa muammosi yo'q, dokumentdan muammo yo'q aka. Xohlagan dokumentini qilib beradi. Holatlari yaxshi, hech qanaqa kamchiliklar yo'q. Buni tayyor biznes akalar. Olib bemalol leva qilsalaring bo'ladi. Akamizga pulga ehtiyoj bolalar uchun sotildi. Akamiz nech bo'ldi desam 20 million dedi. Aka, uni qilmang, sal arzonroq qiling desam, bo'pti ukam, mayli 15 million qilib beraman, oxirgi narxi dedi. Kimga ma'qul kelsa, yangisi narxlarini ham bilasizlar, to'g'risi hozir 2,5 ming bo'lyapti. 15 ming hech qancha urmabdi aka. Mana o'rtoqlar. Yuziga 4 ta saripi bor, plus aka nechta tonna ko'taradi? 1,5 tonna yuklagansa, mana dehqon akamiz o'zini eshityapsizlar. 1,5 tonna yuklaganman, amazatillari hamma yo'q joyida deyapti, mana o'rtoqlar. Kimga tushib qolsa, mana o'rtoqlar bayar biznes qilsa, xullas tentlarga hamma yo'q, dokumentda muammo yo'q aka. Dokumentlarda muammo yo'q deyapti. Xohlagan dokumentlaringni qilib beradi. Aka, mana siz mindingizdan mutaxassissiz. Nima bundan nima, qaysi taraflar ustunlik taraflar bor ekan? Bari motorda qanaqa quvvat, qanaqa aka? Quvvati baland. 1,5 tonna yukda ko'rdi, nima chiqib ketyapti. 1,5 tonna yukni ko'rdim, olib ketaveradi. Ana o'rtoqlar. 1,5 tonnani ko'rdim deb olib chiqib ketadi deyapti. Dehqonni o'zi ishlayapsizlar. Pastda nomerini qoldiraman. Dalada ham yuraveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Dalada. Dalada ham yuraveradi. Dalada ham yuradi. O'zi endi unaqa balonlar ham eskirib qolmabdi. Ya, balon. Kamchiliklar yo'q endi xullas. Zapaskasi ham bor. Ha, uyda zapaskasini ham berasiz. Zapaskasi ham bor. Zapaska kulishlarni ham berasiz. Kulichi ham bor. Dokumentni ham qilib berasiz. Dokumentni ham qo'yib beradi. Ana do'stlar.
Telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar bemalol.